qanaqa qilib 2 oy ichida arab harflarini umuman tanamasangiz ham Qur'onni o'qishni o'rganishingiz mumkin. Bizni tuzib chiqqan noldan Qur'on kursimizda siz bosqichma-bosqich Qur'on o'qishni o'rganasiz inshaalloh. Va eng qizig'i butunlay onlayn, dunyoni istalgan nuqtasidan turib bemalol o'qisangiz bo'ladi. Aynan bu kursimizda o'qib chiqqaningizdan keyin inshaalloh bemalol Qur'on kitobini ochib o'qiy oladigan darajaga yetasiz. Ismim Abubakir, muallim Abubakir asoschisiman, 5 yillik tajribaga ega arab tili ustoziman va men 8-9-sinfdan beri dars berib kelaman. Va hozirgacha taxminan 3000 ga yaqin o'quvchini alhamdulillah o'qitdik. Kursda barcha darslar o'zim yozib chiqqan video darslar asosida va noldan boshlang'ich arab tili kitobi asosida o'tilinadi. Va bu kitobni o'zim yozib chiqqanman. Va bu kitob 20 yillik tajribaga ega ustozlar tomonidan tekshirilgan va ma'qullangan. Nimaga bilasizmi? Ko'pchilik Qur'on o'qishni boshlaydi-yu, lekin oxirgacha bora olmaydi. Nega ayrimlar yillar davomida harflarni o'rganib yuradi, lekin Qur'on o'qishni boshlamaydi? Va nima uchun ba'zilar qisqa vaqt ichida Qur'on o'qishni boshlab yorishadi? Aslida muammo odamda emas, muammo noto'g'ri yondashuvda. Balki siz ham oldin o'rganib ko'rgandirsiz. YouTube'dan yuzlab videolar ko'rgansiz, harflarni yodlashga harakat qilib ko'rgansiz yoki ko'pchilikda bo'ladigan narsa bitta kursga yozilib, keyin tashlab qo'ygansiz. Ba'zida vaqt topolmagansiz, ba'zida tushunish qiyin bo'lgan. Ba'zida esa menimcha menda harflarning mahroji chiqmasa kerak degan tushuncha ham bo'lgandir. Lekin Alloh Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir." Biz Qur'onni eslatmoq uchun oson qildik. Bas, eslatma oluvchilar bormi? Demak, Qur'on siz o'ylaganchalik imkonsiz emas. Aslida ilm oluvchi insonga 4 ta narsa kerak. Ulardan birinchisi to'g'ri niyat, ikkinchisi duo, uchinchisi bo'lsa harakat, to'rtinchisi yaxshi ustoz topish. Va qo'shimcha qilib ketgan bo'lardim, tartibli tizim va davomiylik bo'lsa, inshaalloh oxirigacha boradi. Tasavvur qiling. 2 oy o'tgandan keyin siz Qur'on kitobini ochib, o'zingiz o'qishni boshlaysiz. Harflarga qarab qolib ketmaysiz. Sekin-sekin bo'lsa ham to'g'ri talaffuz bilan Qur'on kitobini o'qishni boshlagansiz. Namozdagi suralarni to'g'ri o'qiyapmanmi, yo'qmi degan narsa yo'q. Ishonch bilan to'g'ri o'qiysiz va qalbingizda boshqacha xotirjamlik paydo bo'ladi. Va buni sababi Alloh aytadi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikr qilish bilan orom topadi. Balki siz izlayotgan xotirjamlik Qur'on kitobga yaqinlashishda bo'lar. Shu sababli ham sizga noldan Qur'on kursini ishlab chiqdik. Bu oddiy kurs emas. Bu insonni oxirgacha olib boradigan tartibli tizim. Siz bosqichma-bosqich tartibli tizim asosida o'rganasiz. Va eng muhimi, siz umuman nazoratsiz qolmaysiz. Aytgancha bitta narsani aytib o'taman. Bu kurs birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. Aynan mana shu tizim 2 yildan beri davomiy ravishda tizim asosida o'rgatib kelinadi. Kursimizda o'qigan o'quvchilarning fikrlari va natijalari bilan tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Bobur xo'ja. Men mana shu Qur'on kursida 2 oy davomida o'qidim. Va alhamdulillah ancha narsani o'rgandim. Va Qur'onda sahifalarni ochib ham o'qishni boshladim alhamdulillah. Menga mana shu arab tili Qur'on kursi bo'yicha dars bergan Abubakir va uni tekshirgan uyga vazifani ustozlarga ham alohida rahmat aytaman. Rahmat hammalarga kattakon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muallim Abubakir jamoasidagi barcha aka-ukalarimizga, barcha opa-singillarimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga juda ham kattakon rahmat. Men bu kunlarni juda ham uzoq kutgandim. Alhamdulillah Allohning iznidan mana erishdik. Men juda ham xursandman. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня Тахир зовут. Я сам из Туркмении, Туркменистана. В данный момент живу в России. Я ученик этого курса. Я 2 месяца учился у брата Абу Бакра. Пусть Всевышний Аллах будет вами довольны, братья и сестры. Я хотел отдельно поблагодарить брата Абдуллаха, который проверял наши задания в течение этого курса. Пусть Всевышний, брат мой, пусть Всевышний обрадует вас раем. Пусть Всевышний будет доволен вами и вашей командой. А братьям и сестрам, которые меня видят в данный момент, я посоветовал бы этот курс. Ни капли будете не сожалеть об этом, потому что я тоже думал, изначально будет тяжело, но, альхамдулилля, сегодняшний день я могу открыть Коран и читать. Hammaga tavsiya qilaman. Bu kursimizda har bir o'quvchi uchun alohida ustoz biriktiriladi. Ayollarga ayol ustoz, erkaklarga bo'lsa erkak ustoz.
Ustozimiz bo'lsa, vazifalaringizni tekshirishadi, savollaringizga javob berishadi, uyga vazifalarni tekshirishadi va sizda qanaqa muammo bo'lsa, hammasini inshaalloh yechib berishadi. Aynan shuning uchun ham kursimizni ko'pchilik davomiy va oxirgacha o'qiydi. Kursimizni 2 oy davom etadi. Haftada 3 marta, seshanba, payshanba, shanba kunlari ertalab soat 6 da yopiq Telegram kanaliga video darsli 2 oy davomida to'liq tashlanadi. Faqat bitta sharti bor. Video darsini ko'rganingizdan keyin 48 soat ichida ustozga siz uyga vazifalarni Telegramdan yo ovozli xabarda yoki dumaloq videoda tashlashingiz shart. Menimcha eng band inson ham 48 soat ichida 1 soat vaqt ajratib, menimcha bemalol tashlasa kerak inshaalloh. O shu joyida men eplolmasam kerak degan narsani xayolingizdan chiqarib tashlang. Chunki siz umuman yolg'iz qolmaysiz. Sizni har kuni tekshiradigan ustoz bo'ladi. U ustoz har 24 soatda kirib, sizni uyga vazifalaringiz, savollaringizga javob berib turadi. Aytaylik, biror sababga ko'ra siz darsdan orqaga qolib ketdingiz. Bo'ldi, endi bu bizga ham ustozlarga ham qiziq emas deb tashab qo'yilmaysiz. Sizga ustoz shaxsiy lichkangizga aynan eslatma qilib yozishadi. Darslarni davom ettirasizmi deb. Sodda qilib aytganda sizni kursimizda yeteklab olib borib o'qitib qo'yishadi. Va eng muhimi, uyga vazifa tekshiradigan ustozlarimiz 30 bora Qur'onni to'liq yodlab, har biriga ijozat olgan ustozlar. Ustozlarimiz Turkiya, Saudiya va hatto Dubay shahridan ham ijozaligi bor. Bundan tashqari kurs davomida 5 marta jonli dars bo'lib o'tadi va undan tashqari sizda imtihon bor. Imtihondan o'tganingizdan keyin inshaalloh sizga sertifikat ham beriladi. Xavotir olmang, bu imtihon o'zingiz uchun. Agar mabodo imtihonda 60 dan past ball oladigan bo'lsangiz, sizni qaytadan kursimizda mutlaqo bepulga o'qitamiz. Biz sizni kursda o'qib chiqishingiz uchun har tomonlama sizga yordam beryapmiz. Alhamdulillah. Xo'sh, bu kurslar kimlar uchun mos? Umuman Qur'on o'qishni bilmaydiganlar uchun, arab til harflarini taniydiganlar uchun va uchinchisi harflarni to'g'ri talaffuz bilan chiqara olmaydiganlar uchun va eng muhimi ko'pchilikda oldin boshlab tashab qo'yganlar uchun ham juda mos. Agar offline kursga ham vaqt topa olmayotgan bo'lsangiz ham aynan bu kurs siz uchun juda ham mos. Endi yanada qiziq joyga keldik. Kursimizdagi bonuslar. Birinchisi, bizani maxsus kitobimizni qo'lga kiritasiz. Ikkinchisi bo'lsa, umrbod bizani video darslarimiz sizda qoladi. Ya'ni kurs davomida ham, kurs tugatganingizdan keyin ham bemalol qayta videoni ko'rsangiz bo'ladi. Ochig'ini aytaman, bunaqa imkoniyat deyarli hech qaysi kursda yo'q. Va uchinchidan bo'lsa, eng muhimi, butun oilangiz bilan bemalol video darslardan foydalansangiz bo'ladi. Endi savol tug'iladi, vaqtim bo'lmasa-chi? Darslarimiz to'liq onlayn. Shuning uchun ham xohlagan paytingizda bemalol ko'rasiz. Men oldin ham arab tili o'qib ko'rganman. Bu safar siz chetda qolib ketmaysiz. Doimiy sizni tekshirib turadigan ustoz bo'ladi. Banda harflarni mahroja chiqmasa-chi? Bu kurs aynan noldan o'qishni o'rganuvchilar uchun tayinlangan. Hatto avvaliga bilimni bilmasangiz ham bemalol bu kursni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Chunki bu kursda yosh bola, 10 yoshli bolalar ham Qur'on o'qib chiqishgan. Va eng asosiysi narx haqida. Darslarimizga 15-iyungacha bo'lgan muddatda qo'shilsangiz, maxsus chegirmada qo'shilasiz. To'lovni sizga osonlashtirish maqsadida ikkita yo'l qilganmiz. Birinchi yo'li 1 marta to'laysiz. 1.100.000 emas, 750.000 so'm evaziga, ya'ni chegirmada. Ikkinchi yo'li bo'lsa 550.000 dan oyma-oy to'lamaysiz, 450.000 dan oyma-oy to'lasangiz bo'ladi. Ya'ni ikki xil yo'ldan xohlaganingizni tanlab, inshaalloh yozilsangiz bo'ladi. Lekin to'g'risini aytaman, shoshiling, chunki bu chegirma 15-iyungacha qabul qilinadi. 15-iyundan keyin bo'lsa, kursni asl narxida yozilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Agar siz ham Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Inshaalloh kurslarimni kutib qolaman. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib va boshqalarga o'rgatganlaringiz. Imom Buxoriy rivoyati. Bugun o'zingiz o'rganasiz, ertaga bo'lsa yaqinlaringizga o'rgatasiz. Inshaalloh.